Assalomu alaykum. Bugun menyuda olchali pirog. Bu uchun kerakli bo'ladigan mahsulotlar: sariyog', shakar, un, smetana, tuxum, razrıxitel vanilin hamda olcha nachinkasi kerak bo'ladi. Unning ichiga razrıxitel, vanilin hamda sariyog'ni solib, kroshka qilib olamiz. Endi bu mahsulotlarimizni kroshka holiga keltirish uchun xamir qorish uskunasiga jo'natamiz. Kroshkamiz tayyor bo'lguncha tuxum, shakar hamda smetanani bir xil massaga keltirib olamiz. Tayyor aralashmamizni kroshkani ustiga solamiz. Xamirimiz tayyor. Endi buni qoliplarga solib chiqamiz. Piroglarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.